Qashqadaryodan Surxondaryoga. Ko'p yashang kelin, ko'p yashang. Menga qarang, men bozorga borib kelaman. Men jilobim olib chiqib bering kelinjon. Hozir dadajon. Mana dadajon, faqat kurtga hali ertachmasmi? Bibi, men jilob olib chiq desam, kurtka olib chiqibdi bu kelin. Jilob nimaligi tushuntirmagan Zokir. Menga qara, jilob degan naski degan, naski oyoqqa kiyadigan. Men haqiqatan bilasizlarni shivalaringizda. Ol bera yoz issiqda kim kulga kiyadi. Bor olib chiq. Kelin, bu tarvuzni kimdir qo'shiqda ko'ylab yedi? Men yedim. Sizlar qanday yeylaychiydi? Men 66-yilman, siz nechinchi yil? Yilmas, yeylaychiydi. Baribir tushunmayapman-da kelin. Hamsiya, tez bizarga kelin qami kelin shevasiga tushunmayapman. Hamsiya, nima gap? Tinchlikmi? Kelin shevasiga tushunmayapman-da. Kelin tarif gapingizni takrorlang. Tarvuzda yeylaychiydi deyapman. Nechinchi? Yeylaychiydi. Tarvuz yilini so'rayapti. Men bilmayman. O dada, amaki tarvuz qanday yeydilasizlar deb so'ratiribdi. Tushunmayman. Yilam. Qo'ying, siz ham aylisin bu 8 deysiz, o'z ichini bilmayganingiz. Aylisi, bu sheva nima aloqasi? Hay, bu ham til. Ingliz til. Boring, bahona qilmang, boring, siz chaqiramiz, men jinli, bu. Chaqirma. Kelin, nima qilyapsiz? Dadajon, Qashqadaryoda ayam qarindoshlarimiz kelayotgan ekan, shunga echkini so'yib ovqat qilaman degandim. Qanday ovqat? Go'sht qovuraman, go'shtni dimlayman, keyin tandir qilib yeymiz. Mani yengsiz, mani. Getchini qo'yvaring, bozordan borib 1 kilo go'sht olib kelamiz, qarindoshlaringiz kelayotgan bo'lsa. Dadajon, bu 1 kilo go'sht nima bo'ladi? Men bir o'zim yeb qo'yaman go'shtni. Bitova. Biz 1 kilo go'sht bir hafta yeymiz. Bizada bir kishi yeydi uni. Qo'yvaring getchini, iltimos kelin, qo'yvaring. Qashqadaryodan keyin olib bekor qildim. Hamma mol yeymi deyman endi. Qo'yvaring. Kelin, nima ovqat qildingiz? Tandir qildim, dadajon. Tandir? Qaysi molni so'ydingiz? 1 2 3 4 5 6 7. Bizlar hamma mol bor-ku. Tandir qayerdan qildim kelin? Ha? Bizi bir qo'y sizlarga o'tmaganmi? Ha, Shu yerda yetgan. kelin. Bilmayman, lekin hamsiya menimcha tandir qochib bilmayman. Yana qo'chadi.